Assalamu alaykum ekrandagi ko'rmanlar. Tartaq Sent programmamızın yeni sanını görüşünle qarşı alımız. Ben program riyasətçisi Ramila İsan. Şinjan televiziya stansiyasıçılığın televiziya teatrları içinde halkımızın naidi esida qalğan bir film var. O bozumu 1989 yılı işləngan Kütülməyən Toy. Kızım, sizler qaytib kelgendikin sizlerge deydiğin bir məsləhətimiz vardı. Ne məsləhət? Pek mühim məsləhət. Sizlermi çoğun oldunlar, bundaq jüri versenler səhət dura bolam. Adil, jürüla mağımız. Ata kelgendikin söyle. Hoş kızım, Hoş abba. hoş. Savaqdaşlar, hazır nahiyege yeniden kelgen Abdırış hakimni sözgü teklif kılaylı. Yoldaşlar, aldı bilen men nahiyelik hükümetki vakaleten sizlerni kızgın karşı aldığanlığımni bildirmen. Anlaptıslar. Yattın tutqa yaxşı demesem çok, sizin oğulları berdiğin çıpqağın kızım yoktu. Aka, hemi toycabdıkları pütken tusa. Biz olan yani kaçangı saklayımız? Bu filmning ssenariysini ataqlıq dramaturg Tursun Yunus yazgan. Bu filmga ataqlıq rejissorimiz Muxtabar Maqsud rejissorlik qilgan. Biz bu filmdagi asosli aktyorlar bilan suhbatlashish maqsadida sahnamizga alayda taklif qildik. Assalomu alaykum mehmonlar. Va alaykum assalom. Programmamiz orqali sizlar bilan suhbatlashganligimizdan intayin xursandmiz. Filmda Sayim Nochining ayoli Aysxon obrazini yaratgan artist bo'lsa, Şinjan san'at yurti Opera teatrining pensioneri, ataqlıq kino teatr artisti Marpuha Azim. Assalomu alaykum Marpuha apay. Assalam. Marpuha apay, men bu filmni burun ko'rmagan, keyin cho'nglardan angladim. Andan shu programmani o'g'irlashtirish jarayonida shu film qaytadan bir ko'rib chiqdim. Bu filmda haqiqatan sizning obrazni nihoyatda turmushliq bir chin yaratib ekanlar. Unda xo'sa oldi bilan ko'rmallarimizga mush rolga tanlash jarayonlarini bir so'zlab beramlar. Buldu. Men her qandaq bir dramada, yoki her qandaq bir əsərdə mənə rejissor bir rolunu versə, oldu bilan men şu obrazni tahlil qilaman. Obrazning egisi kim? Eskimi? Yaxshimi? Ijobiymi? Yoki bo'lmasa qerimi? Yoshmi? Hammani egallab olgandan keyin, undan keyin tayyorlik ko'rib, men asarga kirishib ketgandan keyin o'zimning Marpuha ekanligimni butun unutib qilib sahnaga chiqaman. Qandaq ahvol bo'lishidan qat'iy nazar men o'zimni unutib qolaman. Ash obrazga kirib ketaman. Shuning uchun endi maqtang'anim emas. Har qandaq obrazni yaratganda men yengilib boqmadim. Men chunki kichigimdan tortib vujudimda bir san'at bor. Buni biz turpanda ishildik. Chiqqa yaqin turpanda ishildik. Bo'yliqlarga bordik, yezlarga bordik, shaharlarga kirdik. Ash bir xotinning uyini ijaraga olib o'tirib shu yerda ishildik. Ögüzülerdim yügürep jürüp ekiptimen. Yezlad etsizliklardım yügürep jürüp ekiptimen. Saymaqın bitçarını bir yemden qoğlapını çıqırıp etkenmen. Aydap çıqırıp etip, ensirep ketip, izlep jürüptimen. Endi müştaq biri. Dakikalarını beşimden ötküzüptimen bu roluna oynaş jarayandı. Bunun da paxtının içine düşüp ketkende, Saymaqın akamның ayalı. Şunaqmı? Akamның ayalı bilen geptagishib ögüzde. Saymaqın işkisi gaybitimni qilib etibdi, to'g'ri. Men shu o'tidan chiqsam, akamning ayoli bilan Saymaqın gaybitimni qilib etibdi. Qilib etibdikin anglab turib, undan shu o'tining yerimga chiqqanda, "Hay, Saymnochi, qaltisqo!" deb ashugurab chiqib, so'roq so'rsam, "Men emas, xotin, men emas." Qilib ketgan aniki qo'g'lisam, o tüngliktirli paxtının üstüge çıkıp gitti. O marab paxtını kıysam akamның ayalı. Halayek Saymaqını paxta taşını, tüngliktin taşıp etti. Degende ornumdan kopup, "Kayman, appak paxtının üstü dışında yumuşak yetipti Saymaqın." Degen geplerim elime esimde. Şu vaxtıda o xotin qeçip, şu otun tatip etkende, ögüzdün düşemeyme dedi, akamның ayalı. Şu otun tatip etti. Men toqtap durun, ben düşememdim, körüp ekin, dep ay, hoşnamның şu otusu bilen düşüp, oyluq kirip, sonra ikimiz soqışıp ketkil tas qalımız.
Müştak rollarını oynadık. Bunun da ziddiyetlerimi xeyli köp diye bu eserde. Ben canlıq ayaldım. Eserden benim oynayan rolum, obrazımda canlıq. O saymakın, sayım noçi iti boğan bilen bir poçu. Aş poçunu noç kılıp ötüp gitip atkan xotunun obrazını yaratkan ben. Onda xoş həmmimiz birlikdə Mərbuğa abayının Ayısxan obrazını ekran arqılıq görüp baxaylı mərhəmət. Man qaran aka. İkimiz bezdek ketip durvasak ulanın piçiği suyunu kesip laydı taktaydı. Siz benim kızımla ilişki bel bağlagan bolsunuz. Boptu, deseni berey. Lekin yançıqta ançı mınç toylu qağıdek 5-10 ming tenge pul var mı? Hay hay, sayım noçi. Kalsqo, he? Kimning payxını çıkıp 5 paçı qılmaqsız? He? Kimning paçığını çıkıp 6 paçı qılmaqçı? Herkes siz de bir xotan. Emis kim ne dedin, ha? Xotan alımızayının payxını çıkıtaydı artık ben. Ne? O buslup gidip bir kili otaş taşlattı. Hey, muzay yığıldı tumandı. 30 yaşta sapsak tumandı. Sen beni akmak etmekçi mi? Ha? İşkinlerinin, baynınız kan yapılarının hemimizden laf oldum. Xotan, ocak bir kilini akiyet atmadı. Hey, sen beni akmak etmekçi mi? Ha? Sen beni O kokularla. akmakçı mı? Sen nemi demekçi? O tuvalet taşlarla. Uy, kanaklam. Uy, bu nerkette görünmeydi. Uy, kanaklam. Sayma koy. Hazır teknik üstün bop gitti. Meylimler film işleşti olsun. Meyli yazışta, oynaşta teknik üstün. Lekin bizning şu şaraitimizda mı? Artistlarning teknikisi üstün. Her qanday rolni bersa, artistlarimiz ödüstün. Gap yo'q chiqdi. Mərbudan bək to'g'ri deydi. Ondan keyin biz hozirgi bultur oldingi yil qatnashgan filmlarda undaq ish yo'q. Shu kitobni ko'tarib, qo'shimcha rejissor biz bir eg'iz gapsak, ikkinchi eg'iz gapni osh pastdan deb berdi. Pastki gapni anglab turib rol o'ynaydi ekanda, shunda hayron qolgandim. Şunu suni. Biz qarang, bir rolni bersa, bütün eserini yodlab bo'ldik. To'g'ri. Biz yodlaymiz. O kinoni depterni ko'tarib sürüp bizga alayda o'gitib qo'ydigan, deb berdigan bulan pushqaqni harakat o'gitgan gapimiz. Biz özümüz tayyorlik ko'rib, so'zlarimizning hammamizning harakatlarimizni yodlab, oq-oqdan uvlab qilg'ashqa, tabiiy chiqadi. Mening qarashimda hozir endi texnik qancha ustun bo'lgan bilanmi, bir xil sun'iylik mavjud. Filmdeki yana bir obraz bo'lsa, Ayısxanning qizi Tajigulning sinf mudiri Maryam muallim. Bu obrazni yaratgan artist bo'lsa, Şinjan Sanat instituti Kino, Televiziya, Teatr fakultetining donsenti, tanilgan aktyor, san'at ma'rifachisi Maynur muallim. Maynur muallim, xush kelibsiz. Rahmat. Sadirka, men bir muhim ish to'g'risida sizlar bilan so'zlashmoqchi edim. Nima ishdi u? Odilning nikoh ishi. Nima? Odilning nikoh ishi? Sadirka, bu nihoyat muhim masala. Nikoh ishi, ko'ngil ishi degan gap bor. Odiljonning to'y masalasida uning ko'nglini hisobga olmay bo'lmaydi. Uning ko'ngli kimga tushgan bo'lsa, albatta shuni ep berish kerak. Sadirka, gap bo'z chiroyli demamla. Nemish xafa bo'lalar? Gap sal qo'polroq chiqib ketdi. Shundaq demasam o'zingizni bilamidingiz emasmi? Sili. Naz bo'ladi. Sadirkamnikiga berib, ho'yliq kiramay qaytib keldim. Nima ishqa? Ishtivamika? Yo'q, men endi ularning uyiga kirmayman. Zodi nima ish bo'ldi? Nim bo'ladi? O'tgan kuni Sadirkamnikiga berib, Odil bilan Tajigulning ishlari to'g'risida so'zlashsam, meni qo'llab chiqadi. Uning ustiga kaynimdan qayri qiz degan gaplarni anglab qoldim. Ayısxan acha. Sadirka, biz yangi nikoh qonuni bo'yicha ish ko'rsak bo'ladi. Erkin nikohlanishga to'sqinlik qilmaylik. Ben qarang singlim, yangi nikoh qonunida mening o'g'lim jazman bir qari qizni olsin debdimi? Sadirka, sizlar Mening rolga tanlagan vaqtim yomon bir qiziqarlik bo'lgan. Men bir tal o'g'lim bor, shu o'g'limni bo'shinib 40 kun bo'g'icha mening savodoshlarim maktabni bitirib keliblam. Men to'y qiliblam, ig'ray hopdi men.
Anandan keyin savaqdaşlar hammasi Shakespeare'ning bir kitobini Azazulni tayyorlab janib qo'yin qo'yg'ili ketdi. Bir qarsam quchog'imda bolam bor, birdan bir yurak paramda hamdi. Balığı köymeydiğen anı yok. Yeni bir qarsam kesip bo'lgan o'zimning talabim. Savaqdaşlar hammamiz ketdi. U dramani o'yini qilib, 40 kun shundoq tasti to'shqizib sirtqa bir chiqib bir narsa og'il kelay deb shuning bilan radio stansiyasidan Samon yo'li degan radio dramasiga taklif qilib ekandik. Shu radio dramasini berdiğanga. Shuningga tayyorlik qilib ovoz berman deb avtobus bekatida tutsam 10-yil avtobus bekatda. Mushu rejissor Muxtabar Aqbay yanıma kelib, "Voy, ukam yaxshimi, tinchlikmi?" deb ko'rishib, shundan men mushtaq bir film tutmoqchi edim, televiziya teatri. Mushningda bir qiyir qizning roli bo'tdi. Mush rolni bir necha qizlarga desam, toza yoqtirmadi. Qiyir qiz deydigan bir so'zi bor ekan, shuningga endi sizga deganimda bu o'qituvchining rolida sizga tushib qolarmikin dedim. Lekin mushnaq bir so'zi bor, qandoq bo'lar ukam deganda Çıqaylı dedim. Çıqaylı dedim, lekin men o balga tek süt beriyotgan vaqtlarimni unutib ketibdi menda hali qizg'inlikda. Uyda rahmatli dadam bilan opam balni beqib o'tirgan. Şunun bilan angiz berib rolni ovozni berib bo'lib radioda xo'sh bo'lib ushqandek uyga kiriblam dadam atlik turpanga mangdigan bo'ldim. Mushtaq filmga qatnashma desam dadam opamga qaraydi, opam dadam qaraydi. Bu balni qanday qilmiz sizlar beqinglar, men tayyorligimni qilmanli debdimi. Bularni gap qilamidi, xizmatda o'g'irlik bo'lgan keyin bularni qo'llab meni. Shuning bilan kechicha o'ylanib bu balga sut berayotgandim, bu qanday bo'ladi deb bir tarafdan yig'layapti, men balga qiymay, bir tarafdan rolga chiqadiganга qizg'inligim, kesib bo'lgan o'zimninki qizg'inligim bilan oxiri shu yig'lab turib oxirgi qaytam balga sutni berib bo'liblam chiqib qoldim qarang. 40 kun bo'lgan balni tashlab turpanga beribdi men. Shu vaqtida 9-oyning oxiri 10-oyning boshlari vaqt ekandiq ko'z pasili. Nefis kiyim bilan rollarni ep yuribdi men pildingishib xo'sh bo'lib u yerda. Shu qaytib kelib balamning sutidan ayrildi. Yana birsiga Mushu bir 5 yildan oldida shunda qattiq revmatizm bo'lib og'ib ketdim. Shu doktorlar bütün tarixini so'rgan vaqtida shu vaqtdagi gapni desam, shu vaqtida tekkan kasalkan, heliqi kasbda bo'ldim deb xizmatda o'zim qizg'inib, qo'shilib ketdim. Kutilish yaxshi bo'lmay, vaqtida yosh bo'lgan keyin bilinmay cho'ng bo'lgandan keyin u angiz bizni bo'za qildik. Demakchi bo'lganim, kasbga qizg'inlik bo'lish kerak ekan, bizning yoshlar kasbni ching tutish kerak ekan, turmushni, bolni tarbiyalashni unutib qolmaslik kerak ekan, hammadan muhimi salomatlik muhim ekan. Salomatlik bo'lganda turmush yaxshi bo'ladi ekan, turmush yaxshi bo'lganda uydagi farzandlarimiz davlatga yaraydigan yetilib cho'ng bo'ladi ekan. Rahmat Maynur Malim. Siz shu televiziya teatrga tunji qaytim chiqqan televiziya teatringiz shumi? Birinchi qaytim. Shuniga butun narsani unutilgan holatda tashlab mangdim-da. Unda xususi shu tunji qaytimliq siz chiqqan televiziya teatrga shu jarayonda rol elish jarayonidachu. Men rol qo'rqdim. Men shu vaqtda birinchi qaytim ekranga chiqishim. Maktabni bitirib kelib birinchi qaytim ekranga chiqishimdi. Shu vaqtda shu turpanga bossam, marpudamni ko'riblam, o'zim shundoq bir xil cho'chib ketgandim. Cho'ng artistlar bilan qanday bir rol olaman deb bir xil besim bo'lgandi. Shuning bilan marpudam ekranning oldida shu rolni o'ynayotsa, shu operatorningki o vaqtida qo'shimchi Maynur O'shur. Xotirligichdi, muxtabardam rejissordi, shundoq astoydil, ilmiy shundoq bir esil rejissor ekandiq. Oqida o'tiratdim. Kelam fukamiyat o'tiring anglang deb turadi. Marpudam har bir rol o'ynasa, rahmatli Tursunay adamlar o'ynasa, mushu bizningki Ahmad muallimlar o'ynasa, shu qara bir xil yataqqa kirib aynakka qarab, "Uy, men qanday qilaman?" deb, "At mening ko'rinishim bor" degan kuni men shundoq bir kechech uxlayolmaydigandek, ashtaq bir jiddiylashib, ashtaq bir astoydillikni oshirib etdim. Ananki mening ko'rinishimda cho'ng artistlar bo'lmasa bo'pti ekan deydigan bir xil o'zimdan besim bordi. Hozir ancha o'xshamaydi. Bu filmda Abdurishid Hakim ismli xalqning hol ahvoliga yetadigan noyati bir xalqparvar bir obraz bor. Bu obrazni yaratgan artistimiz bo'lsa, Shinjang san'at yurti opera teatrining pensioneri, dangliq kino teatri aktyori Ahmad Ablamid. Assalomu alaykum Ahmadga, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Unda xosam shu televiziya teatriga qatnash jarayoningizni bir eslab o'tamsiz.
Bu Kütülmegen Toy degan film mu 89 mu? 89 işildik. 89 yılı işlengen hem asosiyatten bu jarayonlar esimizden chiqib qopti. Shunda olsun ham de biz shu rol o'ynash jarayonlarimizda ham ancha muncha bir eslab boqaylik. Qandaqa endi o'zimiz kelib. Men o'zimga olsam bizningmi tunji qitim hamda dastlabda ekranga qadam qo'ygan vaqtlarimiz hamda. Uning ustiga bu ekran bilan sahna o'xshamaydi-ku. Bu ekran deganning surati ham yomon bo'ladi. Uning ustiga bizga bir Abdurashid Hokim deb bir rol kelib qoldi. Men uningdan burun komediyalik narsalarni, andalik Gulnisa deganda bir lifchakni o'ynab keldim. Asos jihatdan menda komediyalik narsa eg'raroq. Mening tunji ansirgan narsam, diqqat qilgan narsam shu bo'ldi. Men moshini komediyalik chiqarib qo'ymasam, komediyalik qilib qo'ymasam, asosiyatdan bir rolda men yengilib qolmayman degan narsani oldi bilan shuni nim qilib oldim. Aniki shu davrlarda ashtaq yangidan yosh kadrlar o'sib, shu idoralardagi bo'limlarga nahiyalarga yosh kadrlarni o'stirib ketdi. Shu jarayonga shunday kadrlarni kuzatdim hamda. Ularning yurish turishi, xarakterlari, uning ichidimi yangilarni ko'rdim. Azam po'chi, o'zini jahonga patmaydigan o'zgarlarmi bor, haqiqiy xalq uchun ishlayotgan, o'zining xizmatini haqiqiy joriy qildirayotgan, shunday kadrlar bor. İş jariminim bor, yana birimiz u yangisim bor degandek, ashtaq nurg'un kadrlarni kuzatdim. Kuzatganda yana shunday qiliq, nihoyat samimiy, haqiqiy o'zining xizmatini shu yurtdagi xalqiga chin dilidan xizmat qilayotgan andaq kadrlarni ko'rib, men o'zim xiyolimda shu kitobdagi boshdan oxiri shu Abdurashid Hokimninki qilayotgan, mengayotgan gap so'zlarga qarab, bu mundaroq bir hokimga degan narsani oldi bilan ideyarimda nima qilgandan keyin aniki bu o'ylanmagan yosh undaq bir rolga bu komediyani chiqarib qo'ymaydi, mushunga tirishdim. Tirish jarayonida abayqi narsalarni qo'shib chiqib har holda shu kunlarning issiqlari haqiqatan Turpanning bek issiq vaqtlari, u issiqdi. Bir oydak turdiqmi, xudoyim. Bir oy, ha. Chiqib jabbo tassaqmi, vaqt bayodin degandek ras sharoit yaxshi emas. Vaqtda hozir qarsangiz biyingan demsiz, shu tomoqxonlaringiz demsiz, basıngiz degan, shu yiliq mashinalarning esilligi. Biz degan ba'zi yerlarga Harvuda hatto piyoda bag'aylarimiz bor. Piyoda minib bag'aylarimiz bor. Nada u mashin bo'lsa biliq bir maymoq saymoq bir 7 kişilik bir akbir memba maşinesi oldugan. Eşek arabasında böyle çıkılımız oldu. Eşek arabaları öyle berip aşındak işligen. Hakikaten bana şu ustazlarımız mı şu vaktdeki şu ıssıqlığa, şu japalığa bardaşlık verip anki japalık olgan bilen bek köngüllikti. Vaqtning adamları samimiyetdi. Mayli bir dehqonning yanına kelib, mayli bir adamning quli, hammasi de bir xil bizga nisbatan shundaq hurmat bilan bizga qiyinchiliklarimizni hal qilib, yo'q sharoitimizni yoritib berib, ayndaq ko'ngil ozodi bilan bunda ishlagan. Ammo jafo bo'lgan bilan bek ko'ngil ozodlik bilan ishlagan. Endi hozir undaq sharoit o tarafdan yaxshi bo'lgan bilan hozir undaylik film ishligida ketdi desa hozir necha verdik ya, mesela hozir qo'rovlarni ishlatmak mumkin emas. Biz bir qo'rov degan necha kun bir tim bermay. Bizning uy qilgan qo'radi biz bir oy turdik emasmi? Bir oy betarlar bir uylarni bo'shitib berib chiqib ketdi bizga. O'ylari shunday chiroyli. Shunday bir sharoit ibatdi. Shunday boshqa o'zimizmi ko'nglimiz ozod boshqa rollarimi qanday o'ylasak shunchalik bir narsani yaratib o'ynay oldik.
lekin ba'zida hozirgacha men o'sha Abdurashid Hakim deydi-ku. Abdurashid Hakim degine qaraganda shu rolni endi har hol xalqning bir esida qog'idek o'ynabdiman deb qolaman endi. Endi qog'imni baholovchi eng adil baholovchimiz tomoshabinlarimizga qolgan narsani qo'ydik. Sizlarga rahmat. Da filmimizni ko'rib turasizlar. Abdurashid Hakim mening o'ylam kirgan vaqtim qo'g'im pichpagandim, esingda bormi? O shu sizninki qizimida. Qizim meningki qizimning. Sizning qizingizga elchib kirganman. Men seni shu o'xshaydi deb Shuning bilan angizi qo'g'inni o'zim yeb o'tirib, lekin filmda sizlar menga pek o'shib ketadilar. Nemishga o'shib ketadilar bilmadim. Sizni bular nima deb o'shkirdi desangiz, shu qiz bilan meni ikkimizning muhabbetini bular mening bilan qizga mush o'tirdi, mush dallollik qilib, yo sizni mush aytavr bir uqishmaslik bor. Asli mohiyatda ikkimiz bir, Qurbanjon bilan bu qiz bir munda bir nima deydi. Keyin u meni qizininki deb qilib almashtirib qo'yib. Almashtirib qo'yib, mana bir o'qishmaslik bor. Men haydab chiqargan emasman. Men haydab chiqardim. Hokimligini bilmay. Mening qizimni marab kelding deb qo'g'inni pichib qo'yib, andan keyin toza. Yang qo'g'in yang deb qo'yib toza. Mo'chiltib o'zim yeb bo'lib, "Anki marhamat chiqib keting" deb uyamdan haydab chiqarib etdim. Demakchi bo'lgan o'sha rolning ichidagi ziddiyatlarni aktor bek ichib etgan. Har bir obraz bilan har bir ko'rinishda bir ziddiyat bor. Mana gap chiqib qolmoq, Abdur endi oshda yozdi buni qarang. Lekin artist shuni o'ylab eng bir tarafdan artist. Mana artistda. Qo'g'inni shu manga toza qo'yib qo'ygan o'zi toza yeydi. Voy ichida anangni davatida. Mening qizimni olaman deb tamam qayerda davatida bu ichida oshini mana haqiqatan ichib berib, oxirimni voy sen bu aynak qarab yiqib, oshda gaplarimiz bor deyman. Bor deyman. Bir chiroyingga qarab. Oshda gap bor. Oshda kelmamsa sen tiqsiz mening mushalingga mening qizimga nima qilamsiz deb meni oxir o'zim yo'g'an o'ylab ne deb. Voy nima deysiz? O'yladi. Yusuf Salika meni qayir qiz almagan deb tillab chiqirib atgan yerlar bor. Jig'lab chiqib ketgan yerlar bor. Qurbanjon sizni yaratmadi ular bu keyin uni bilan to'y qilmagan ekan. Shunlar uli ayada sizni yaratmadi bak qayri o'g'ashqa, yaratmadi deb menda o'qishmaslikdan unda tilgan yerlar bor. Demak, shu vaqalikda ziddiyatlar bak ko'p, lekin shu ziddiyatga sizlar jon berganliklar uchun xalqning esida qolgan yeri bor-da. Shu bak muhim. Bu bak muhim. Men kasbda o'qimagan. Men shu o'rta maktabda o'qiyapsam, bizni tanlab kelgan. Biz mana mushu ustozlarni ustoz tutib, mushlarning turmush uyg'unishi, mushlarning deyamani bizga mushlar turmushni bak tashabbus qildi. Turmush uyg'unib. Mana hozir bizda odat har qanday bir jamoat boya kirsak, xarakterli odamlar bor. Bu gaqsini obrazda gap qildigan. Ular chiroyli, oshtalarga diqqat qilamiz. Oshna mimiklari, daqvatgan yerdan qarab buni kompyuterga qo'yamiz buncha. Kunlarning biri bizga kitobda oshtoq bir buvay ya bir oshtoq odamning obrazi chiqib qoldi. O'ylab, yeliq odam. Yeliq odamlar bunda turishlar men degan o'xshaydigan jumla deb, g'ajjida odamning obrazi kirmiz. Men Ahmaddan chiqib, boshdagi o'ynagan rolimizga o'xshamaydi. Yangi bir obraz. Shuni bilan haq yoqtirdigini, haq voy tushibdi degan o'sha. Şunu bizning yana shu orzuimiz, doim bir ko'plab xalqimizga rollarni yaratib, obrazlarni yaratib, xalqimizning shu ro'y o'ziqini bir jonlantirib qilsak deydiganlar armonimiz bor. Endi Xudoyim tenimiz salomat bo'lsa, umrimizda bersa, shu armonimiz bordir. Unda Husan bilan birlikda Ahmadkam rolini o'ynagan Abdurashid Hakim obrazini ekran orqali ko'rib baqaylik, marhamat. Tajigül menga ichidagi so'zlarini to'liq aytdi. Men uning ko'nglini tushunaman. Shunda xummamdigan. Tajigül albatta ko'ngildagi gaplarni sizga deydi-da. Siz uni tushunmamdingiz. U gaplarni men qayta so'zlab berishingizning hojati yo'q. Men uni anglashga mening ra'yim yo'q. Usab qolgansiz. Qo'g'iying. Bo'ladi.
Sizmi? Ha. Elin, elin. Aysxan acha, qulaqı yaxmasa bo'lmaydi. Nikah meselesi kichik ish emas. Odamning ömürlük hayatı bilan munosabatlik cho'ng ish. Sizlar qanday dedin? Nimandaq padishapni bilmaydigan nima bu? Aysxan acha, gap qilmaylar-ku. Ufkam. Mening gap qilmag'inim tuzuk. Gap qilsam bekor ranjib qolasiz. Qaraganda rostili joyil ekanda. Bu yerda yaxshi ekan. Men yoqtirib qoldim, voy. Birdam aram elib olamdiq. Mayli. Xalsınız müşerqab qiling. Undaq deganingiz bilan mening xizmatim Urumchida tursa, qanday bo'ladi? Meryem, bizning nahiye sizdek doktorlarga bek ehtiyojliq. Aysxan acha, o'tganda meni qo'g'lab chiqarib o'tgandilar. Bugun yana bu yerda uchrashib qoldik. Shuni demamsiz. İştnimi çağdisi ketidi. Lekin yüzü qilin adamga faqat amal yo'q ekan dana. Aysxan acha, jamiyat kundan kunga o'zgarib turadi. Biz 20-asrning 80-yillarida yashayapmiz. Mushundaq turug'liq biz yana navirga chetib yursak, biz davrga qanday moslasha olamiz? Men hozirgi san'atlarga shundoq yaxshi artistlarimizga bek ichindigan bo'lib qoldim. Rolni joriy qildira olmayapsa? Shuning fursat bermayapsa. Shu emasmi? Mana mening eng hasratim, mening eng pushmunim, mana mushu oy mushkullarda bizdek bir artistning hech qandaq bir filmga chiqmay o'tib ketganini shuniga ichinma. U men qilolmaganligimdan emas. Lekin shu xalqlar bizga shu fursatni bermayapti. Biz bayataq uni dedik, buni dedik. Aba marpadammi dedik, sende rol o'ynagan vaqtida men o'zim emas deb. Mana ashundaq artist, u artist u. Chunki biz bayam degandek, biz bir obrazni yaratish uchun, bir xarakterni yaratish uchun shu avtorninki shu xarakter qandoq odam, nima odam, u lükchakmi, qimavozmi, boshliqmi, masmi, saqmi, sarangmi, ashuni biz ash odamning muddasiga tadqiq qilib, sarangiz qandoq bo'lish kerak, boshliqingiz qandoq bo'lish kerak. Biz mani tadqiq qilib turib, shu boshliqni doq saniga ochiqimiz. Mana bu ashuni tadqiq qilib, injenerlik qilib ochiqman obraz. Lekin hozir nurg'on artistlarcha qimavozimiz o'xshash, boshliqimiz o'yinchimi o'xshash, yana birini o'yinchimi o'xshash. Nimishga ular o'zi unutamagan. Har qanday obrazni o'ynasa, o'zili chiqadi. Faqat shu kitobdagi shu avtorning gapini deb berdi u. To'g'ri, unda qarasa bir nimani o'ynayotgan. Lekin uni tomoshabinlar yomon. Masalan, u tomoshabinlarning yomonligini uni qanday bir taraf qildi desangiz, rol tushmabdi deb bir taraf qildi. Qandoshmabdi? Rol tushmabdi degan gap mavjud emas. U shu artist shu rolni ichib beradigan gap. Shu xarakterni yaratamagan gap. Shuni o'zini unutgan holda avtorniki demakchi bo'lgan odamning obrazini yaratamagan gap. O'zini ham ochiqdi. Shuni tomoshabinlar bilan jiroqlaydi. Yo tomoshabinlarning xiyolidagi obraz shakllanmagan ekan, ularda oddiy ufqum bilan rol tushmaydi deblar. Tushmabdi ama rol. O'yinimiz o'tgan, palonchi o'yin o'tgan, pistonchi o'yin o'tgan dedi. U palonchi o'yinchi, pistonchi o'yinchi deganlari har qanday rolni o'ynasa, shuning o'xshash o'ynalagan ekan, haq yomon. Bunda bir taraf bo'ldi. Masalan, oddiy bir misol olsak, kitobda o'zi uydan aldirash chiqiblam, velosipedni minib mangdel deydi. U maningim shu, mangim shu, maningim shu, maningim shu. Lekin biz shu kitobdagi shu odamning oldingi gap so'zlari, qiliqlari, keyingi jarayonlarga qarab o'zimiz shakllantirgan bir obraz bor. Ha bu mundaq odam deb. Demak, biz shu odamga o'xshash bilamiz velosipedni. Hatto velosiped minishim o'xshamaydi odam degandan. Xarakter degan mana mushtaq yalatat bilindi. Masalan, ba'zida oldirib chiqib, burni tepilib, valoq qilib minib mangudi. Ba'zida 2-3 ni tepib mangudi. Moshning hammasi odamning xarakteri bilan munosabatlik. Shuningga artist degan mana moshinchilik yaradan tortib, ashuni to'g'ri tushunib, haqiqiy shu avtorniki demakchi bo'lgan narsani qila olgan vaqtida u xarakterni haqiqatan ichib berdi. Shuni men aytmoqchi bo'lganim, shu artistlarning, shu avtorlarning, shu
Ayın bir misal alsak mesela mes, bir mesni oyunda. Delden işip çıksın kalk meske deydi. Hem de delden işip koysa hemen meske deydi. Lakin acayip mesele var. Adam şu meseleni oylaş gerek. Şu meselenin karakterini özüge cemlep durup, şu karakter bilen oynasa o mesele, o füyüvette o özünün bütün hak özünün köygen bir mesele var. Şu mesele göz aldığı keldi. O olamet. Yaxşı oynaptı. Deydi gaya müşaheden çıkdı. Bolmasa o delden işip çıksın meseleydi o hammadan uqdi. Lekin haqiqiy şu karakterlik bir obrazlık bir mesni yaratish o artistninki qobiliyatiga o'ynashi bog'liq. Ma'lum bir obrazni 10 adam oynasa 10 xil xarakter bo'yicha ish bajaradi. Belli. Bizim bilan aslan ko'sak nima ishimiz aytishdi. Ba'zi shunday yaxshi obrazlarni şu yaratolmay, iç bermay, kitapga gapni deb beriblar, o'tib ketgan nurg'un obrazlar bor hozir, nurg'un filmlarda. Hissiyatı yok. Yalgan oynaydigan. Gapni deb berdi. Obrazlık çökmeydigan. Doğru. Мәсәлән, хәзер ішкерсидәге Джунгоныңки эшләп аткан телевизия театрлары буламды, кинолар буламды. Bir filmde az degende hem de asaslı roldan aldığındaki 5 rolda sırf akçaşlar var. Demek ki onun peşqadamlar var. Biz mu hem Amerika tarafdaki aşı film işleş, aşı metodunu, aşı tefekkürünü qabul qıvatıdı deb oylab körüp təsirlib getimen. Hatta Bayattin Ahmet efendim degendeki oxşaş aşı obrazın içi kırıplı getimen. Nemişke degen vaqtida qandaqlı qarsa abatiyaqi bizningki peşqadam artistimiz ustazım Merpudam degeninge oxşaş. Alqı obrazın içiga özünü unutulgan halat kirib oynaydı da. Aşının içi kırısı tan kirib, jığlısı tan jığlab, külüsü tan külüb, hatta özümnin turmuşumның bayanlar көз aldıramğa kelib aşda xo'p ketimi. Tügigenden ki xudu bir narsamni juturib qo'yganda xo'p ketiman da. Buning masalasi nima? Sababi nima? Artistlarninki peşqadam artistlarning rol aylash muhardi. Mushahadimizning aşı qobiliyati, shu atrofdagilarni mi egirib ketamizmi? Demakchi o'g'lim Bayattin ustozimiz Merpudam dedi, Ahmetcan efendim dedi, faqatlam o'zi maqtig'in emas, biz bundaq rol oldik degan emas, haqiqatni so'zligini, ichinayotgani, ansirayotgani. Mana ekran degan mushu bir bizning sohada. Nemishga degan vaqtida mushundaq peshqadam yaxshi rolga shunchalik tushundigan peshqadam artistlar botdi, mushlar beka ketyotdi, beka to'maslik kerakdi, pensiyaga chiqdi. Degan bilan Xansolanın bir ig'iz gapi borki, pensiyaga chiqdi degan bilan dam olmaslik kerak degan bir gapni ko'rib qoldim men oldin qaytdim. Ündidarda bir materialda. Men yoqtirdim bu so'zni. Pensiyaga chiqqan bilan dam olmaslik kerak. Buni endi o'zim dam olmayman, men ishlayman degil bo'lmaydi-ki. Chunki u qonundan chiqib bo'ldi-da, lekin mushunga peshqadam rejissorlar, aktorlar mushlarni o'ylashib ishiltish kerak ekan. Mening birdan bir deydiganim. Men boyam demakchi o'g'lim, biz endi hozir chiqolmayotganimizga afsuslanmaymiz. Biz chiqib bo'ldik. Mana biz shunchalik chiqqashqa bugungilikdan bizni mishak taklif o'tiryapsizlar. Asli bizning bu adabiy san'at degan eng nozuk, eng chinlikni, eng rostchilikni qabul tashabbus qilgan narsa bu. Hozir uning bilan karo yo'qib ketdi. Masalan, yana bir nima davolay? Masalan, Anarxonning kinosida. Anarxonning kinosida Anarxonning dadısını 3 Uyg'ur urib o'tirilibdi. Biz Uyg'urda azaldan azal hozirmi yo'q? Undaq bir qiyr buvayni haqqancha lükchak aşı Uyg'ur qimavoz bo'lib ketsa-mi, undaq uch birlashib o'tiradigan ish yo'q. Yeshumanda uchning bir so'zim, "Ey, men Xudoyim, yomon bo'ldi, ey, jinim, oday, men qiyr buvayga qilmaydi buni." Buni tekshiraydigan odam bilmamdi. Oynayotgan, rolni oynayotgan artist bilmamdi. Hammasi biladi. Bilib turib o'zining ideyasiga noxolib ishni bilib turib qilib ketib bordi hozir artistlar. Nimishga iqtisodni deb, boshqa yo'llarni deb o'mishda olib ketib bordi. Bizning hozir ichindig'imiz shuning ichinyapmiz. Ajoyib yaxshi narsalar buzilib ketib bordi. Nurg'un masalan Uyg'ur madaniyatimizda degan turmush medeniyetimiz olsun, iqtisod medeniyetimiz olsun, kiyim medeniyetimiz olsun. Vay nurg'un mushu urf odat medeniyetimiz mush eng yaxshi sharoitda mushu.
10 yılının aldıda ben sanat yurtunun aldıda Kurbancan'ı da uçuruşup kaldım. Kurbancan sizden okuşlarının içinden okup gelgenden içindeki en yaxşı artisti, yaxşı rejissördi. Uçuruşup karısam, sakalları, çaşları bütünley apaklı bir adam aldım kilovatı da merpede deyip kolunu muştak götürüp. Uyay Kurbancan, çaşlarınız nime ak bu, apak olup gitipsiz olsam. Hey canım merpede, ben mışındak apak olup gittim. Biz mi artist mi? Biz mi sanatta okuduk mu? Nemini okuduk? Rolümüzün cari kıldıramaydıgan adam neymiş ki avarı olup bu yerde jürümüz? Der. Sanatның mağızı deydi? Aslı sizler peşkadam konu artistler sanatның mağızını çekip optu kendisi. Resmi, biz şükürcüma, biz elimi şundak yaxşı obrazlarını yaratıp, şundak. Vay marpada, obrazlardan. sizler sanatның mağızını çaqqanlar. Resmi, Xudo. Sahnini beşimlak kiyip, xalqni güldürletken adamlar sizler kendisiler. Biz emdi neymiş kılımız? Bu başınınga. Kıldıgan işin tayini yok deydi. Yolumla tapanmay başlarım akır ketti demedi. Şundak içindim. Kurbancanğa. Hem de hazır sanatını alsam bu yaman diginim emez. Artistlerin yaman diginim emez. Ben hazır nemege içinim ben? Kabiliyet ba. Sanatçılarımızda kabiliyet var, talantlık artistlerimiz var. Şincan opera ömügideki ben opera ömüginin adımı o. Nakşı usul opera ömeklerde şundak yaxşı sanatkarlarımız var. Gepnin xulasını aytqanda artist qandaq obraz yaratish kerak meselesi birinci mesele. Şükür. Meyli kinoda bolsun, meyli dramada bolsun, meyli epizodda bolsun. Bir rolni sizga rejissor taqsim qildimi, siz aş obrazga çöküşіңіз lazım. O qandaq obraz? O'g'ri mu? Buzuq mu? Qeri mu? Yosh mu? Bütün xarakterini egallab bo'lgandan keyin ikkinchi muhim halqa aş tekstlarni aynan turmushliq qilib yodlash kerak. Aşı bek mühim. Tabiiy obraz men kim? Ben To'xtixon yoki Oysixon yoki Podshoxon bo'p obrazga kirishim kerak. Hergiz men Merpuga o'zingning sifatingni yo'qotmay qil harakatni deb gildinglab chiqsam, buning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. To'g'ri. Obrazga chiqish masalasi artist uchun eng birinchi masala. Tabiiy harakat qilish, tabiiy so'zlash, turmushliq bo'lish, turmushni aynan ifodalab berish artistning talantiga bog'liq. En qisqasi, o'zingiz hayajonlansınız. Başqalar. Özünüz şu karakterde huzur alsınız, özünüz oydan ötüp bir xil naq özü bo'la olasınız. Xalqmi siz bilan darhol kirdi. Undan narsa. Yeni birisiga maxsus ekranning dramaning girimchiklari bor. Ular degan kasbiy sistemlik o'qiganda qaysi obrazga qaysi girim kerak deb. O girimlarni qiladi ekan, men bir necha shu filmlar qatnashgan vaqtda o'zim diqqat qilib qoldim. O yaş balalarımız eynek qarab qizlar qoshni yeni qo'shimcha sizidi ekan. Loh deganda shundoq suridi ekan, mushundoq qarsa loh deganda qattiq simdakla turganda bu obrazga qandoq tushaymi deyman. O girimchik bilan rejissor ma yog'liqni chigitsa, bu yog'liq chigmayman, mani chigman deb ketdi. Oshnunga qarab men o'ylab qoldim. Bular sahnaga chiqib obraz yaratyaptamdi. O'zni ko'z bilmayli qoldim menda. Hozir birinchi ufqim o'zni ko'stidi. Özümüzden demiştik kilayla men endi bugungi mushu programma orqali hanimiz bizga mushinchilik bir sharoitni yaratib bizda musha o'rtoq zo'r biz bilan musha suhbat o'tkazganingizga 3 yilimizga vakolatdan rahmat aytaman. Shunday mush fursatdan foydalanib uzun bo'lib biz ekranga chiqmag'ili. Mush fursatdan foydalanib ekran oldidagi barliq bizni qo'llab, quvvatlab, bizning o'yinlarimizni yaxshi ko'rib kelayotgan barliq qarindoshlarimizga chin ko'nglimdan seg'inib o'tliq salomimni yo'llayman. Salomat bo'linglar.
Bugün şu kütülmegen toy film arqılıq sizlər bilan söhbətləşkənligimdən intayın xuşalman. Bəlkім sizlərni bizning barlıq görürmənlərimiz ekran arqılıq görüb intayın xuşal boldu deb oylayman. Bundan keyin mümkün bolsa sizlər bilan mushu Tağırtaq Sənti proqramımız arqılıq köprək yüz görüşünü arzu qılımız. Qimmatli vaxtınlarını ajırtıb bəginizlər. Rəhmət. Sizga rəhmət. Yo'q. Qadirli ko'rmalar, biz bugungi To'ypikarlar albomi sahifamizda Şinjan San'at Yurti Opera Teatrining pensioneri, ataqlıq kino teatr aktyori Marpuğa Hizim bilan suhbat etmoqchi. Assalomu alaykum Marpuğa apay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Programmamizga xush kelibsiz. Programmamiz orqali siz bilan suhbatlashganligimizdan intayin xursandmiz. Rahmat, rahmat. Marpuğa apay, siz shu ilgari nurg'ulg'an kino televiziya teatrlarda, dramalarda rol algan. Mening bilishimcha shu Şinjandagi tunji etod qo'mi sizlar chiqib ekanlar. Oldi bilan ko'rmanlarimizga shu o'zlarining san'at hayoti to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsalar. Bo'ldi. Men aslim Qashqarlik. Qashqar shahridan. 50-yili meni ota-onam Uchturpan nayisiga chiqib ketibdi ekan. Dadamның ата-анасы Uchturpanlik bo'lgani uchun. Men 1-sinfni Qashqarda o'qib, 2-3 sinfni Uchturpan nayisida o'qigan. Men shu san'atda o'qiyotgan vaqtimda o'lkalik san'at ömegi shu nayimizga xizmat bilan berib qopti. O vaqtida Ziyo Samadi degan boshliq bor. Jiq endi Mustipjon Aliyevlar, nurg'un yozuvchilar, artistlar hammasi shu yerga berib ekan. Berib men ash ittifoq maktabining ichida shuni kechkishlik ust o'ynab, naqsh etib, mustaq chechib yurgan qiz bo'lgan ekan. Bularning ko'ziga ilishib qopdimi? Ilishib qilib, bu nima qiz, kimning qizi desam, men dadam shu yerda ishlaydi ekan. Mushkishning Izmapizning qizi degan ekan, dadamdan so'rayapti bular. Meni chaqirtib akirib, usta o'ynay olamsan deb so'radi. Shu 10 yoshga kirgan vaqtim ekan. O'ynayman dedim. Desam, o'sha o'lkalik san'at o'mekning muzikantlari degan. Nimaga o'ynaysan desam, munojotga debdi. Shu maktabda shularni o'ynaydik. Muzikin chapasi endi o'ynab ketdim munojot deganga, kichikkinam egilib ketibdi men bir yerda, muzik tugab ketibdi, men qopmay o'ynaveribdiman. Shu orliqda Osmonjonikam degan muzikant, "Qo'pay, muzik tugidi." degandikin, andikin o'rnimdan turdim. Aqstim naqsh eta olamsan dedi. Eta olayman. Desam, nima naqsh eta olaysan? Dedi, aytib beray debdi. Og'zimni maylimni chiqib, "Opirin" degan naqshni aytib beribdiman. Deb bir chaqiribdi ekanman. Bu o'lkalik san'at o'mekning odamlarga yorab ketib, "Oy, bo'ldi bunimiz akkasak bo'ldi ekan." deb dadamdan so'rabapti ekan. Dadam ma'qul deb o'tkazbadi. Shuning bilan meni o'limga ketib qoldi. Mana shuningdan keyin men artist. San'at hayotingiz boshlandi. Boshlandi san'at hayotim. Kelganimdan keyin usulchi bo'ldim. Usul o'ynab yurdim, keyin naqshlarni o'rgandim. Endi bir 14 yosh kirgan vaqtimda duddan o'rgandim. Mushtaq qilib yurib, 57-yilga kelganda bular g'unjam drammasini tayyorlamoqchi bo'lib ekan. O'sha sharvanaqchi bo'laman deb turib oldim. Turib olsam, unimi deb bular. Sirajnikam necha qitim o'ynab chiqadi zaldan, men usloni o'ynab chiqib beshimizni ag'ritma deb. O'sha o'g'irga o'xshash ashlarning kitobini o'g'irlab chiqib ketib zaldan. Mütellibcanning qora yog'ochliq berib, butun drammaning so'zlarini yodlab, kelib men repetitsiya qildigan odam deb shundoq joylik bo'lib turib olsam, ma'qul deb repetitsiya qilganti, men 4-5 sharvanaqshni yengib oldim. Shunday kelib bo'ldi o'yna deb. Men 58-yilda xalq teatri qurilganligidan keyin munosabati bilan o'ynalganda G'uncham dramasi sharvanaqshni men o'ynagan. Shuningdek keyin mening safarlarimni boshlab ketdi. Ham usul o'ynayman, ham naqsh etaman, ham muzika chalaman, ham drama o'ynayman. Bu 4 pishliq artist deb nom olib ketdim. 4 pishliq artist. Shuningdek ishkirlarga borsa, meni mangadigan bo'ldi. Bir ketim unda qilsam po'chlik qilgan bo'lmasmi? Bu aniqlarga. 61-yili biz Şinjanga bordik. Şinjanga borgan vaqtimizda bizning o'yinimizni ko'rdik. Körüp ətsi otarsam məxsutubqam Tingjang'da dəydöylə qıb bağan. Bu Tingjang, oy vallahi kelinglar məyədi bir qızıq nəs göstərmə dedi.
Düdemimiz kızık, Merpo kelin abanam, yeni mi kelin dedi. Makul dep yeni geldim. Gelsem köydünüz mü, özünüz ne dep. Bir gezini köstü oturdu. Karsam, men dapçılıp tuğan, müştak tuğan bir resimim bilen gezdik çıkırıp koydu. Hem de o neymiş için dapçılıp tuğdum degende, Abdurrahim Ahmedi Salam Mavcuşi degen naqşını aytattı. Abdurrahim akam Salam Mavcuşi'nin naqşını aytkan çağda men dapçılıp bergen. Abdurrahim akam ikinci bir xalq naqşını aytkan çağda men dutacılıp bergen sende. İkimizle orundagan bir numurda Şanganlık bir nime? Muhbir resim tatı oldu. Tatı verip ertesi okup edeyim akştıpkam. Karanla bu Uygur kızığa depti. Karanla bu Uygur kızığa. Benim isim de kağını şu. Biz Şincan'ı kumluk, çöllük bir veyraniye dep anlaydık. Muşu güzel Uygur kızıdın karaganda Şincan muşundak çıraylık güzel boz gerek dep yesipti. Makalını. Maqtıpkamın ayt hoşup ketdi, o gezini maňa bädi, men sakladım. Şundan wagtlyk oyunny tügetdik. İkinci ýagy baga wagtymyzda ýene bir şunda Hansular bilen dost boluşlar bolup ketdi. Men bir artist kız bilen dost bolup galgandym. Men onunga bir dopik egizip koydum. O maňa nurgun çaşlarymı kysdygan bir mene soğuk kıldı. Çangjan derýasy ketip etip bir şeir yazdım. Şu dostum karta. Çangjandy ketip atymen şatlyk tolup, amma köňlüm seningde dostum. Sen bilen bolgan çin dostlugymny kızıl kalem bilen yazmakçı boldum. Bu birinci kubletimkin. Ma kagın kubletini unutkaptım dep beremeyme. Bu şiirimni Maqsutpkam körüp gelipla derhal unum gezdik çıkıp etdi. Herhalde şu bir 2 yıl 60. yıl 61. yıllık 2 yıllık seferde men naýdy yaxşı hizmetlerini kıygandın sırt. 61. yılı Şanghay'a, biz Şanghay'daki vaktimizde Mavcuşi, Cüzünli, hemmisi Şanghay'a jığınga beripdiken. Jığınga bizge bir neçe beyrat berdi, men badim. Jığınga otladık, tans oyundık. Bir vaqtida bizning daýymyz Mavcuşi meni kelip tansığı tatdı. Men bir kol tansı oyundım bu kişi bilen. Hazırgıça esimde turdu. Unutup kalmadım. Hem de muşu seferlerini her bir çıkıp geçsek 4 ay, 5 ay işleydik. Muşundan keyin meninki bu sanatga bolgan iştiyakım, tekimi işip, 4-5'lik ertesi op ketip, hemmini kıldıgan bizmege aylanıp aldım. Herip kaldı bu adam. Şununla herip kaldı o gayet. Bolaptı. Kızdan yetip demiri var. Uxlanla dedi, uxlanla, oynam. Bunda kılıp yetip ketkin, ha? Keldi gazma, kızdı naz deydigan gep var. Eğer bu kiyimle Çimodan hanımның layıqıdı bulmasa, yani bunundan başka istiyorlar mı var? İhadet! Vay vuy, aylanıp gitey. Elfazınla bek yaman go. Bilip koyunla. Biz bu toyunu razı olsanlar mı kılımız? Bolmasanlar mı kılımız? Kıyğınımız kıyğan. Şundak. Şu yıllarda Altayga oyan koyğız bağanda bir Kazak turmuşundan elingan Kazakçı iken. Tamını öğrep kuduvulu işteydigan bir dramada men kızның rolunu oynadım. Esay Yusufkam dadamның rolunu oynagan. Biz Kazak tilde oynagan şunu. Resmi Kazak tilini söz ayttık. Men Kazak tilde drama oynadım. Oynasam şu yerdeki Kazakla sen Kazaksın ba? Dep sorsa, "Iye men Kazak" desem, "Oy sarı kız kensen oy sarı kız" dep şuna yaxşı kelgen. Demek bizmiş milletlerinin arasında. Kiçikimden tatip, asallık millet, hanzı milletler bilen muştak bir dostluk bilen ötken hayal men. Kız boldy men. Keyin turmuşluk boldum. Medeniyet inkılaplar boldy. 79. yıldan keyin andikin. İkinci kademimni besip men dramacılık kadem bastım. Çınmodan, Günnüsa, Killa Kozgulan, undak, mundak degen dramalardan 5-6 ne
Şunda kalbilik başrollarını elip oynayıp etip, ondan keyin pensiyaga chiqdim. Pensiyaga chiqqandan keyin jim turmadim. Müş kasbga bir ishtiyoq borda. Haqmi meni jim qo'ymadi. Pensiyaga chiqqan vaqtimdan boshlab ormanchilik nazorati, suv ishlar nazorati, uy nazorat, bu nazorat o'zining bir zehn sinash musobaqalari bo'lsa-mu, Nuriz akam ikkimizni chaqirdigan bo'lib oldi. Biz tunji qitim Şinjangda Nuriz akam ikkimiz epizod o'ynagan. Bu epizodimiz yorab ketgan uchun shu munosabatli kinglardan xat yozib, taklif qilib, kichikgina voqealigini yozib berdi. Yozib bersa, men uni o'zimcha epizod qilib dramalashtirib chiqaman. Nuriz akam ikkimiz. Men mushta qilib 98-yilgacha 90-yil pensiyaga chiqib bo'ldim. 98-yilgacha men seni beğenmedim. Hiç kimga. Begim kelmedi. Yeni birisi bunu begim kelmeslik sebep bana 89-yılımki Jungyang'dan Merkezden. bir xat kelib qoldi. Bu nima ekan deb ishxonaga chaqirdi, kirsam bir yo'g'on xanzucha qomus kitobni berdi. Götürüp çıkıp işçiga qarasam 6 tamg'iliq bir narsa turibdi, xanzucha ekan. Buni o'qitib baqsam xalqarodagi jungolik mashhur san'atkor ekanman. Xalqarodagi jungolik mashhur san'atkorlar qomusiga kirdingiz. Qomusning 626-betiga qarang degan narsa bilan 6 tamg'iliq xalqaroning tamg'isi ekan, jungoning tamg'isi ekan. Bergandan keyin beshim osmonga taqashqandek xushal bo'lib ketdim. Nima dedin ha? Melikam serri Taci xushxuy. Nima degan jiqqa bu? Qandaq bo'lsa, Taci deb aytsangiz bo'laverdi. Taci Gudi. Yaşınız qancha? Bacan, işiniz nima qiladi ekan? Döşігімді дәуіртіп қойғандак. Яшырақ қыз оған болсам, олайдан текені сәтті. Сен маңмай қарап тұрсаң ғой. Сізге екі соғы дейірліғандың. Неме? Мына. Ой, екі соға. Ой, женім балам. Мың соғы таярлаймын деп ауарып немемі қылатын? Bu özü azam buluklar soğulla benim köngüm muma. Mesela çoğulğanda altınızı kep verme. Vay canım balam, rahmet. Qarğına ben bunu, qancha esil altın özükkimi tegişmeymen degine. Bu örümçü degen kelgenden beri ben bugün hamı bekip kaldım. Sıkılmat ki tas kaldım, seni yok izlep tapamay. Bek edemcik gelke bu. Bek edemcik ken. Bu yerge birinci qitim kelgen. Men emas yalnız her qanday adam esip kaldı. Merpuq apay bilishimcha sizlar nurg'ulg'an kinolarda, dramalarda, etodlarda rol olganmish. O'zlari eng yaxshi ko'radigan, men nihoyat muvaffaqiyatli rol oldim deydiganlarni bir so'zlab beramlar. Men kinolarga qatnashdim, to'g'ri. Men dastlabki vaqtlarda kinoningki rejissyorlari Uyg'urga o'xshamaydi ekan deb yaratmadi. Bu o'risga o'xshaydi ekan deb boshqa 60-yillardan keyinmi hatto kinolar yaratmadi. Uyg'urga o'xshamaydi ekan deb. Men kinolardan ancha umid kutib ketmadim, shundoq bo'lsa qatnashmay qolmadim. Drama masalasi kelganda men 200 maydon Gülnisa dramasini bütün Şinjan'ın hamma yerda o'ynab bo'ldim. 200 maydon. Bosh rol taxi. Oson emas. 200 maydon. Uning maydonining ichida 5-6 skam. Og'rib kelib, doktorning aspirat bilan 3-4 kun dam yeb qoldim. Boshqa bir artistimizni chiqardim saniga. İkincisi Çingmo'dan. Çingmo'dan dramasi. Çingmo'danda men mag'lub bo'lib ketib, sendan qo'g'landi bo'lib ketaman deb o'ylab chiqqandim. Undaq bo'lmadi. Ahvol undaq bo'lmay, aksicha bo'lib, bütün xalq degan shu Apa xonimni alqishladi. Men buni bütün vücudim bilan hatta kesal yotgan vaqtimda sahnaga chiqib, bütün vücudimni xalqqa bag'ishlayman. Men artist, men san'atkor. San'atkor o'zini bag'ishlash kerak degan bir ruh bilan Müştak oynayıp gittim. Onu 104 meydan oynadım.
Onundan keyin kelinler qo'zg'aling deydigan bir O'zbekistonning bir dramasida 7 o'g'li va 7 kelini va xotinning rolini o'ynadim. Xotinning. Bunu 80 neçe meydan oynayıp ettim. Şunda kalbilik oynadım. Şunundaki yıllar pensiye çıktı. Pensiye çıktı. Pensiye çıkandakin 8 yılgıça senden düşmedim. Ben özemle çıkıp almadım seniye. Kaysı yeğenim oyun koysa, neye verip oyun koymakçı olsa teklif bilen oynadım. İdaremiz tarafından oynalgan sanat peşivaları sanat ömrüne katlaştım. Bunun gibi teklif kılındım. Bunun da Kamber Hanımlar var, bütün ataklık artistler var. Onun katlaştığım bütün Şincan'ın emmi yerde teklif bilen 8 yıl işledim. Ondan keyin andikin. Bola emdi dedim. Merhaba apay, sizin şu peshqadam aktyorlarimizdan biri undaq bo'lgankan shu yosh yetilayotgan artistlarimizga deydigan yurak so'zlar bormi? Endi mening bundan keyingi yoshlarga o'qiyotgan yoki ishlayotgan yoshlar qo'yadigan bir talabim. Biz kichigimizdan tirishchan o'tib ekanmiz. Gerçi men savotsiz 3-sinf savodim bor bo'lsa-mu, tirishchanlik bilan mushunchalik qalbini qo'lga keltirgan. Endi hozirgi yoshlar nima qilish kerak? Cho'qim kasbchan, tirishchan bo'lish kerak. Bo'lib men dramachi bo'lganim uchun drama artistlarga nisbatan o'zimninki ko'nglimdagi so'zim cho'qim hissiyotliq, ixlos qilib ishlaydigan, haqiqiy, tabiiy artist bo'lishini tilayman. Boshqa gapim yo'q. Tirishchanlik ko'rsatsa, hamma ishni qilib bo'ldi. Endi menda shunday bir yaxshi hissiyot bor. Bizning Uyg'ur teatrchiligimizning taraqqiyoti uchun yosh maysilarimizning tirishib, o'qib, o'rganib, yaxshi natijalarga erishishini talab qilaman. Rahmat Merhaba apay, sizning şu sözleri biz yoshlarga bir madad bo'ldi, ilhom bo'ldi. Merhaba apay, şu bilishimizcha, şu xalq teatrxonasining oldidagi usul o'ynayotgan haykal, sizning haykallarga shu vaqtida şu haykalni yasash uchun az bo'lmagan ajrlarimiz singib ekan. Mush haqida bir so'zlab beramsiz? O vaqtda men shu endi 17 yoshlarga kirgan vaqtimda xalq teatri pütiş arpışıdılar. Teşkilden çakırdı. Birisi Kurban İbrahim'ga. Raup'unu al dedi. Bana ustaynaysa dedi. Bizden apırıp bir heykel işleydiğen bir yere apadı. Kunankam 15 gün geçe Raup'unu müştak tutup durup edi. Ben 15 gün geçe kulağımını müştak kılıp durup edim. Heykel bitti. Bitkendikin hatta hazır şu heykelden yendimini toxtutup koyup bunda tuğuzup tatma resmim mübaddi. O heykel bitti. Vay Merpugan'ın heykeli degen gepler bolgan. Oxumadım, bir neçe yıl oldu. O heykelden ilgisi çıkıp kaldı. Mening deydi Allah. Bolaptı dedim. Ama burundan biledi Allah. Xalq teatrının heykeli şundaq bir ekranlar çıkıp kaldı. Merpu çıktı deydi Allah ba. Onun sonra şəhərlikdən işləyinin ki, aş qolamını müştaq qıptığa yerimini be, nemişiga elip bir çögültüdüğa yeri var. Bir görünüş kişilikən mi? Şulanı kösü mü? Biledi Allah. Merpu deydi. Onu bilmeydi Allah'a, mən deydi. Ola özünün kılıp alıdı. Mən onun qap olmayım. Hiç gep yok. Rahmat Merhaba apay. Bugün aydı köngüllük söhbətləşdik. Sizligimi köpdən köp rahmat. Sizligimi rahmat. Texmi salamat turğaylar. Rahmat, rahmat.